Eng kuchli hedge fondlar yiliga necha foiz daromad qiladi deb o'ylaysiz? 100% yoki 500%? Haqiqat boshqacha. Dunyodagi professional hedge fondlarning ko'pchiligi yiliga o'rtacha 10-20% atrofida daromad qiladi. Masalan, yaxshi fondlar 15 yoki 25%, top hedge fondlar 30% da, lekin ayrim yillarda zarar ham qilishadi. Nega unda ular milliarder? Chunki ularda katta kapital mavjud. Risk nazorat qilinadi. Leverage va strategiyadan to'g'ri foydalanadi. Eng muhimi, barqaror, stabil, uzoq muddat ishlashadi. Misol uchun, agar siz 1 milliard boshqarsangiz, hatto 15% daromadingiz bu $150 million degani. Retail traderlar esa ko'pincha 100% ishlab depozitlarni yo'qotishadi. Professional bozorda maqsad tez boyish emas, uzoq muddat barqaror o'sish hisoblanadi. To есть bozorda omon qolish bu eng asosiy skilllardan biri hisoblanadi.